o'quvchi eng kamida 61 ball to'plagan bo'lishi. Past olgan bo'lsangiz 61 dan umidingizni uzing. Lekin el-yurt umidiga topshirgandan keyin har bitta yangilikni bilib va shu chuqur o'rganib boshladim. 1 marta emas, 2 marta emas, 3 marta qatnashgansiz. El-yurt umidini ochiq bo'lsa aytishimiz kerak. Yutadiganlardan ko'ra yutqizadiganlar ko'p. Ikkinchi tanlovda yutqazsam ham taslim bo'lmaganman-da. Ingliz maqoli bor. Ya'ni it's not over until I win. Magistratura o'qimoqchi bo'lgan o'quvchiga eng kamida $50,000, bo'lmasam $100,000 davlat sarf xarajat qiladi. Undan tashqari loyihalarim, qo'shgan hissam, soham bo'yicha qiziqishlarim. Nizomda bakalavrga topshirish uchun IELTS eng kamida 6 deb qo'ygan. 71 nafar inson prepdan el-yurt umidi g'olibi bo'ldi. Aynan prepda tayyorlanib el-yurt umidi fondining stipendianti bo'lish mumkinligini tushundim. 50 yoki 60% nomzodlar aynan shu IQ test va tahliliy fikrlashdan yiqiladi. Eng zo'r bo'lgan narsa bu baribir shu prepda muhit. 92 ta o'quvchimizdan 57 nafar edi. 57 nafar g'olib bo'ldi va prepni salyut singari uchirib yubordi. Rahbariyat o'zgargandan keyin ichkarigi muhit o'zgardi. Botanik bo'lib faqat IELTS yoki faqat SAT ga tayyorlangan. Monday bo'ladi-yu, IELTS 8 bo'ladi-yu, SAT esa 1500 bo'ladi-yu. Men yuta olmayman bu. Nega Avstraliya? U juda ham uzoqmachalik, ya'ni. Nimaga aynan biz sizni tanlashimiz kerak? Davron aka borla bilsangiz, Direktor o'rinbosari. o'zingizni jaddiy deb hisoblaysizmi dedi. Kelajakka O'zbekiston vatanimizga foyda keltiradigan mutaxassislarni chiqarish. Umuman umidim ham bo'lmagan. Ya'ni men ikki universitetlarga topshirganman, Italiyaga topshirganman, lekin oxiri shu prep topgandan keyin umidim bo'lgan. Ota-onani, yaqinlarni duosi ham ishni juda oson qiladi. Umuman imkonsiz narsa imkonli bo'lib ketgan. Xo'sh, assalomu alaykum. Prep YouTube kanali kuzatuvchilari. Esingizda bor, avvalgi sonlarimizda 2025-yilning birinchi tanlov g'oliblarini bilan suhbat o'tkazgan edik va uni YouTube ijtimoiy tarmog'imizga joylaganmiz va juda ham ko'plab obunachilar uni tomosha qilishdi va juda ham ko'plab fikrlar bildirildi podkastlarimizga. Endi bilasiz, 2025-yil juda qizg'in o'tdi. Juda ko'plab qiyinchiliklar, juda ko'plab bir sarguzashtlarga boy tanlovlar bo'lib o'tdi. 2025-yilda faktorni deb o'taman, ikkita tanlov bo'lgan. 2025-yilning birinchi tanlovi va 2025-yilning ikkinchi tanlovi. Va birinchi tanlov iyun oyida boshlandi, ikkinchi tanlovimiz esa noyabr oyida boshlandi. Va mana bugun hozir ikkita o'quvchimiz bilan o'tiribmiz, ya'ni bular el-yurt umidi g'oliblari 2025-yil ikkinchi tanlovi. Va bu maqsad nega yig'ilib o'tiribmiz bu yerda va o'quvchilarimiz bilan nega suhbat qilyapmiz? Sababi kelajak avlod uchun 2026-yil, 2027-yil tanlovda qatnashishni reja qilib maqsad qilib qo'yganlar uchun aniq bir qo'llanma berishga harakat qilmoqchimiz va imkon bor sizga hayajonni bosmoqchimiz. Nimaga? Sababi bilasiz, el-yurt umidi ochiq tashkilot emas, ma'lumotlari har qayerda yoyilib yotadigan tashkilot emas va shu sababdan aynan shu kabi podkastlar sizga aniq kerak bo'lishiga ishonaman va shu sababdan ham ularni hozir vaqtlarini olib chaqirganmiz. Avvalambor men rahmat aytaman bularga, yo'q demasdan taklifimizga kelishganligi uchun. Va aynan bir narsani qo'shib o'tishim kerak. Biz bugun gapiradigan narsalar bu qayerdadir rasmiy ma'lumot bo'lib kelmagan bo'lishi mumkin. Ammo bularni o'zlarining shaxsiy tajribalari, ya'ni boshlaridan o'tkazgan o'zlarini, ya'ni ingliz tilida qabul etganimizda experience deymiz-ku. Xuddi shunaqa boshlaridan o'tkazgan tajribalari asosida gaplashamiz. Sababi bular ham o'sha el-yurt umidi g'olibi maqomiga yetib kelguncha kamida 4-5 oy ter to'kishgan el-yurt umidi haqida ma'lumotlar yig'ishga, umuman shu kabi deylik informatsiyalarni olishga. Va shu sababdan ular o'zlari nima boshdan o'tkazgan bo'lsa, o'sha haqida gapirishadi bugun. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum Dilafruz, assalomu alaykum Amirbek. Xo'p, Dilafruzdan boshlasak. Dilafruz, o'zingizni tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Qudratova Dilafruz. Men el-yurt umidi ikkinchi tanloviga chet elga Avstraliya nufuzli universitetlaridan biri University of Sydneydan qabul xatini olganman va yo'nalishim iqtisodiyot. Iqtisodiyot. El-yurt umidi suhbat bosqichida o'zingizni qanaqa tanishtirdingiz? Bir ikkita ozgina aniq qilib berib keta olasizmi? Hop, tanishtirishim juda ham qisqa va lo'nda bo'lgan. Ya'ni asosan men loyihamdan boshlaganman, ya'ni o'qishda, ya'ni o'qishdan tashqari qilgan qiziqishlarim, undan tashqari qatnashgan loyihalarim, qo'shgan hissam va sohamga doir hamma qilgan ishlarimni tushuntirib berganman va undan tashqari shu Avstraliyaning nufuzli universitetlaridan biri University of Sydneydan olgan qabul xatimni aytganman va undan keyin maqsadimni tushuntirib tanishtirishni tugatganman. Juda ham yaxshi. Xo'p, demak sizda bir juda ham qiziq holat bo'lib o'tgan. Ya'ni siz suhbatdan to'g'ridan-to'g'ri yuqori ball bilan emas, suhbat jarayonidan pastroq nisbatan ball bilan chiqib, ya'ni adashmasam 52.8 ball bilan chiqib, salkam 53 ball bilan siz g'oliblar qatorida emas edingiz. Va apellyatsiya jarayonida apellyatsiya berib, ballingizga 61 ballga ko'tarib, g'oliblar qatoriga kirdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qaranglar, apellyatsiya juda qiziq holat. Ya'ni
Ko'pchilik aytadi apellyatsiyani foydasi yo'q yoki boshqa deydi. Yo'q, foydasi bor. 8 ball qo'shildi qizchada. Qaranglar, 8. Ya'ni o'quvchini mehnati qadrlandi demoqchiman. Apellyatsiyani anaqasi yo'q ekan, foydasi yo'q, kerak emas degan narsalar shu yerda bo'ldi. O'z tasdig'ini topmadi demak, to'g'rimi? Chunki yana faktorni aytib o'tishim kerak. El yurt umidi g'oliblari orasida bo'lish uchun o'quvchi eng kamida 61 ball to'plagan bo'lishi kerak. 61 dan baland oldingizmi, siz to'laqonli umidingizni past olgan bo'lsangiz 61 dan umidingizni uzing bo'ldi. El yurt umididan bo'ldi. O'sha keyingi tanlovlarga topshirish haqida o'ylash kerak. Agar 61 dan baland bo'lsa, demak siz qaysidir ehtimolki tanlovda g'olib bo'lish ehtimolingiz bor. Xo'sh, keyingi spikerimiz bu Amirbek. Amirbek, o'zingizni tanishtirasizmi? Assalomu alaykum. Ismim Amirbek Abduqahhorov, Buxoro viloyati Ko'gon tumanidaman. Xo'sh, men El yurt umidi suhbat jarayonida tanishtirishim boshqacha bo'lgan desam bo'ladi. Chunki men suhbat jarayoniga kirishdan oldin boshqa nomzodlarni o'z fikrim, ya'ni o'zimcha o'ylaganman. Ya'ni ularda asosan 4 yillik ta'lim dasturi bilan kirishadi bakalavr uchun. Asosan agar Buyuk Britaniya bo'ladigan bo'lsa, grant olish deyarli imkonsiz. Shu faktorlarni o'ylab kirganimda men birinchi navbatda o'sha Avstraliyaning Macquarie universitetidan 3 yillik olgan o'sha bakalavr yo'nalish bo'yicha qabul xatim va unga qo'shimcha ravishda 20% scholarship, ya'ni grant miqdori va undan ham yana noodatiy tomoni shunchaki moliya emas, amaliy moliya yo'nalishida qabul xati olganligimni o'sha kirganda tanishtiruvda aytib o'tganman va shundan keyin barcha savollar boshlangan, ya'ni nega aynan amaliy moliya, davlat va shunga doir savollar berila boshlagan. Juda ham yaxshi. Endi menda boshqa bir savollar paydo bo'ladi. Adashmasam siz 63,5 ball olgansiz. Juda ham yaxshi. 61 dan yuqori, ya'ni как minimumdan yuqori olingan va g'oliblar qatorida bo'lgan. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bularda iqtisodiyot, bularda biznes va ikkalasi ham eng konkurensiyaga boy bo'lgan sohalar. Ya'ni bu yerda 61 dan yuqori ball olish bu qahramonlik desam ham bo'ladi. Chunki odam ko'p. Bitta dona kvotaga kamida 5 kishi turadi. Masalan, deylik, biznesga bu yil 6 ta kvota berildi. Adashmasam 50 kishi bor edi. 6 ta kvotaga 50 kishining orasidan bular bir ball olgan. Demak, tanlov oson emas umuman olganda. Agar 50 ta odamdan 5-6 kishi tanlab olinadigan bo'lsa-da. Xo'p, endi savolim shundan iboratki, Dilafruz, qaysi portal orqali nima hujjatlarni yukladingiz birinchi bosqichda? El yurt umidiga, masalan, birinchi bosqichdan o'tib ikkinchi bosqichga o'tish uchun. Hop, Telegram kanalida o'zi e'lon qilinadi birinchi bosqich boshlanganda va biza shunda EUF.uz veb-saytidan hujjatlarni topshirishni va ma'lumotlarni to'ldirishni boshlaymiz. Va asosiy ma'lumotlar u yerda shu universitetdan olgan qabul xatingiz shartli yoki shartsiz bo'lishi kerak. IELTS sertifikat, SAT sertifikat agar bo'lsa va undan tashqari ota-ona va oila haqida ma'lumotlar va eng asosiysi inshoni yozib shu to'ldirish kerak bo'ladi va eng muhimi shu e'tiborli bo'lib xato qilmasdan to'ldirsa birinchi bosqichdan o'tish oson bo'ladi deb o'ylayman. Demak, qarang, siz maktabni bitirib turib topshirdingiz, ya'ni shu universitetimizda birinchi kursda o'qiysiz, lekin shunga qaramasdan ham topshirdingiz El yurt umidiga. Agar 11-sinf bo'lib qoladigan bo'lsangiz, sizcha ma'lumot o'rnida aytib o'taman shu narsani. Agar 11-sinf bo'lib qolsangiz, masalan, mayda tanlov ochiladi, siz hali ham qo'lingizga attestat olmagan bo'lsangiz, o'sha vaqtda siz maktabni bitirdi yoki o'qiyapti degan ma'lumotnoma bilan ham El yurt umidiga qatnashishingiz mumkin. Endi Amirbek, menda sizga juda zo'r savol bor. Aynan zo'r savol sizga yetib keldi, bu essay. El yurt umidiga topshirishda essay qanchalar muhim? Juda muhim. Shu birinchi juda ko'p nomzodlarni ko'rdim. Essay bu shunchaki rasmiyatchilik deb o'ylashadi. Men bunaqa deb o'ylamayman, chunki bu sizning suhbat jarayoningizda ham hal qilishi mumkin. Chunki essayda ham savollarda berilgan, ya'ni maqsadlaringiz nima, O'zbekistonga qaytgandan keyin qaysi tashkilotda nima tomonlama yordam bermoqchisiz degan ba'zi bir savollar berilgan. Ma'lumot o'rnida aytaman, shu 1000 ta limit bo'ladi desa, 1000 ta so'zlik men 978 yozganman. Ya'ni bir boshdan o'sha nima deydi, research qilib, maqsadlarimni aniq yozib chiqaman. Chunki bilardim, menda bilsangiz bu birinchi marta emas, tajriba bo'lgan. Essayda bundan oldingi tanlovda yaxshigina dars olganman essay bo'yicha. Shu uchun qayta ko'rib chiqib, maqsadlarimni, universitetda mendan nima berilishi, O'zbekistonga qaytib qaysi sohani rivojlantirishni batafsil yozib borganman va men o'ylayman shu sababli menda suhbatdoshlikda essaydan savol berilmadi. Chunki men bilardim, har bir shu berilishi mumkin bo'lgan savollarda essayda javob bor edi. Aniq barcha javoblari bilan aniq qilib tushuntirilgan edi. Shu sababli men o'ylayman, essay ham qanchadir ma'noda o'sha stipendiyat bo'lishimga yordam berdi va qo'shimcha menga stress bermadi, chunki menda essaydan savollar unchalik berilmadi. Xo'p, endi
Dilafruz, sizga savolim, siz buni birinchi tanlov, birinchi qatnashishingiz tanlovda adashmasam, To'g'ri, birinchi. tajribasiz, birinchi marta qatnashdingiz, qiyin bo'lmadimi? Umuman olganda o'zi bitta so'z bilan aytganda. Umuman olganda sal qiyin bo'ldi deyishim mumkin. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Chunki albatta birinchi marta va juda ham ko'p narsani o'rgandim deyishim mumkin. Chunki undan oldin mana iqtisodiyot soha bo'lganim uchun yengilliklarni, ya'ni hozir prezidentimiz nima qilayotgan bo'lsalar, shu yengilliklarni unchalik bilib yurmasdim. Lekin el yurtimdek topshirgandan keyin har bitta yengillikni bilib va ichiga kirib shu chuqur o'rganib boshladim va o'ylayman bu nafaqat shu stipendiyat bo'lishimda, balki o'zimni sohamda bilimni oshirishga juda ham katta hissa qo'shdi. Juda ham zo'r, rahmat. Hop, Amirbek, sizda bo'lsa, siz juda tajribaga boysiz, adashmasam. Chunki bir marta emas, 2 marta emas, 3 marta qatnashgansiz tanlovda. 3-chisida g'olib bo'ldingiz. Juda qiziqarli voqea bo'lgan. Ya'ni o'sha 2024-yil maktabni bitirdim. O'sha paytda tajriba boshlanishi. Ya'ni birinchi marta el yurtimidani ochilganini bilganman, hujjat topshirdim. Ikkinchi bosqich 2024-yilda SAT sertifikati qabul qilinmas edi hali. Shuning uchun IQ testiga tayyorlanib, IQ testidan o'tib, suhbat bosqichiga yetib keldim. Bilsangiz, u asosan shu Toshkentda bo'ladi. U payt Buxoroda edim. Adashmasam 10 kun yo 15 kun vaqt qolgandi suhbatgacha. Endi tayyorlanish, endi oxirigacha unaqa qilishga 10 kunlar vaqt qolgandi. Bor o'sha resurslardan foydalanib tayyorlangandim suhbat jarayoniga. Suhbatga kirganimdan keyin menda foizga oladigan bo'lsak 80-90% matematika bo'lgan. U paytda soham iqtisodiyot edi. O'sha yutmaganman bir hikmat bo'lgan, ya'ni iqtisodiyot shunchaki meni qabul xatim bo'lganligi uchun topshirganman. Ya'ni shunchaki tajriba uchun desam bo'ladi. Lekin menda matematika nisbatan yaxshiroq edi, chunki u davrlarda, o'sha paytlarda DTM imtihoniga tayyorlanib yurardim va o'sha suhbatda ham 80-90% matematika bo'ldi. Men o'ylayman, o'sha soha xonasida barcha savollarga o'sha matematikadan berilgan va ba'zi bir sohaga doir savollarga 100% javob berdim. U 2024-yilda bilsangiz, ikkinchi xona ham bo'lardi. Ya'ni ma'naviyat xonasi. Birinchi xonamda o'sha o'zimga ishonch bilan ikkinchi xonaga kirdim. Ikkinchi xonada to'g'ri. Endi u paytlar bilasiz, endi matematika inglizga sho'ng'ib ketgan edim. Faqat xayolimda o'sha ingliz matematika o'qish kerak bo'ldi. Adabiyot o'qib turadim, juda ko'p emas edi. Menda u yerda asosan shu shoirlardan, yozuvchi yoki o'qigan adabiyotlarimdan ko'p savollar tushdi. Men sezgandimki, javob bera olmadim, shu past ball qo'yishadi. Va natija 82 ball bo'ldi. To'g'ri, aytishlaringiz mumkin, 61dan baland, nega stipendiya bo'lmadi. Lekin u o'sha 2024-yilda adashmasam eng ball, ya'ni stipendiya bo'lgan 86 ball edi. Ya'ni u paytda 90, 92, 95 ball olgan bolalar bo'lgan. Ya'ni eng yuqorisidan kvota bo'yicha berilgandi. O'sha paytda. Va shunaqa bo'lgan, xafa bo'lmaganman, o'sha Westminsterda o'qishni boshladim va 2025-yil ham keldi, birinchi tanlov. Endi u payt men Westminsterda o'qidim. O'sha davrlarda bo'ldim, men Westminsterda qolaman, shu yerda maqsadlar aniq. Shu yerda qolaman degan fikr bor edi. O'sha birinchi tanlovda SAT qabul qilinar ekan. Ya'ni ikkinchi menda u payt SAT borligi uchun topshirib ko'rib, ham bir tajriba. O'zgargandir sistema, tanishib chiqaman deb topshirdim. Birinchi bosqichni o'tdim, ikkinchi bosqichdan ham SAT borligi uchun o'tdim. Uchinchi bosqich keldi. Endi adashmasam, endi uncha tayyorgarlik bo'lmadi. Bir hafta vaqt qolganda ko'rib chiqdim, ya'ni qanaqa savollar. O'sha paytda ham o'ylardim, matematika berilsa kerak edi. U paytda adashmasam, u paytda moliya edi. U paytda o'zimga kelgan edim, hamma aniq moliya edi. O'yladim, asosan matematika beriladi. Lekin kirganimda juda boshqacha. Ya'ni o'sha hozirgacha kelgan, nima deydi, olgan tajribalarim shu davrda bo'ldi. Ya'ni u yoqda essaydan ham savol berishdi, sohamdan ham savol berishdi, maqsadlarim. Endi uncha tayyorgarlik bo'lmaganligi uchun o'zim sezdim. Bilindi, ya'ni tajribasi tayyorlanmagan. Shuning uchun xafa bo'lmasdan o'zimga dars olib, keyin shu tanlovdan keyin nima deydi, mana shu Westminsterda o'qishni tugatish arafasida shu maqsad qo'ydim. Ya'ni foundation o'qidimmi? Demak, men chet elda 3 yil qayerdadir bakalavriat o'qisam bo'ladi. Ya'ni bu ham imkoniyat. Ya'ni maqsadni men oliy qo'ydim. Ya'ni aytganda moliya emas, men O'zbekistonga qaytgandan keyin moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish meni maqsadim bo'ldi. Va bu uchun o'yladimki, chet elda, ya'ni rivojlangan davlatlarda bu soha ancha rivojlangan va u yerdagi bilimlarni O'zbekistonga olib kelganim bu yerda turib o'qiganimdan afzal deb bildim va shu ikkinchi tanlovga ham topshirdim. Ikkinchi tanlov juda zo'r bo'ldi desam bo'ladi. Ya'ni esda qolarli bo'ldi. Juda esda qolarli shu. Birinchi tanlovda bilsangiz, ikkinchi tanlovni birinchi bosqichda juda ko'p kishi birinchi bosqichdan nima deydi, o'ta olmadi. Ya'ni ba'zi bir xatoliklar sababli.
Ya'ni o'sha ba'zi man endi tajriba borligi uchun ba'zi bir bolalar yozdi. Menga rad javob keldi. Nimaga desa, ba'zi birlar Nyu-York universitetining Shanxaydagi filialiga o'qishga kirgan, lekin depozit to'lamagan. Ya'ni shunaqa muammolar, ba'zi bir muammolar bo'lib, bu tanlov ham esda qoladi degan. Juda ham yaxshi. Endi Amirbek qarang, bitta yaxshi maslahat bering. Chunki bilasizmi nimaga? Sababi el-yurt umidini ochiq bo'lsa aytishimiz kerak. Yutadiganlardan ko'ra yutqizadiganlar ko'p. Va ular xuddi sizga o'xshab qanaq qilib o'zlarida motivatsiya topib, bitta talonni yutkizib, ikkinchisini yutkizib, uchinchisini topshirishlari kerak. Bu biz uchun yengil emas. Siz prep tajribasida 3-gal bu normal holat. 3-galda yutish. Sababi 4-chi, 5-galda yutganlar ham bo'lgan va o'zingizni bir tavsiyangizni berib o'ting, nimaga ular taslim bo'lmasligi kerak va yana 3-chi, 4-chi, 5-chi marta ham qatnashib ko'rishlari kerak. O'zi arziydimi? Shu savol mana hozir bizda. Menda ham bu narsa bo'lgan. Masalan, birinchi tanlovdan yutqizganimda bo'ldi. Shu yoqda o'qiyman, shunaqa narsa. Lekin maqsad agar asosiysi turtki bo'ladigan, masalan, menda ham, men o'ylayman hammada turtki bo'ladigan narsa bu maqsad. Ya'ni meni o'zimda oliy maqsad bo'lgan. Ya'ni oliy maqsad shu davlatimizga, yurtimizga qanaqadir yangi sohadan asosan foyda keltirish bo'lgan. Shu maqsadni o'zimga oldinga qo'yib, ikkinchi tanlovda yutqazsam ham taslim bo'lmaganman-da. Ya'ni xo'sh, o'sha maqsadim shu moliya yo'nalish bo'yicha yangi infratuzilma bo'ladimi yoki qanaqadir tajribalarni O'zbekistonga qaytarib olib kelish maqsadi bo'ldimi? Demak, bunda to'xtamaslik kerak. Ya'ni ingliz maqoli bor. Ya'ni it's not over until I win. Ya'ni men yutmagunimcha bu hech qachon tugamaydi. Mana shu meni nima deydi, hayotdagi shiorim bo'lgan. Shu narsani ma'lumot o'rnida aytaman. El-yurt umidi agar suhbat so'rasalar, ya'ni nima senga motivatsiya beradi desalar, shu maqolani aytishni ham o'zimga o'ylab yurganman. Chunki rostdan ham biror ishga kirishdimmi, yutmaguncha deyarli taslim bo'lmayman-da. Chunki maqsad qo'yildimi, hayotdan, ya'ni nima deydi, hayotda yashayapmizmi, maqsad sari intilmasak, hayotda qiziq qolmaydi-da yashashni. Ko'pchilik aytadi, "Xo'p" deydi, "Mana mayli qayta topshirdim, bitta tanlov yutqizdim, ikkita tanlov yutqizdim" deydi, vaqtiga achinadi. Vaqtim ketyapti, 1 yilim o'tdi, 2 yilim o'tdi deydi. Shunaqalarga nima deysiz mana? Vaqtiga o'zi arziydimi ketkazayotgan vaqtiga? Moliyaviy tomondan o'ylasak ham return on investment degan narsa bor. Ya'ni investitsiyaga javob tariqasi. Mana masalan 1 yil shu yoqda o'qidim yoki ba'zida 1 yil, 2 yil sarflash mumkin topshirishga. Lekin u yoqda oladigan bilimi, tajribasi bu yoqni, ya'ni bu yoqda shunchaki, endi to'g'ri bizda ham zo'r universitetlar bor, yomonlash yo'q boshqa narsa emas. To'g'ri, lekin maqsadi oliy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yangi texnologiyalarni O'zbekistonga keltirmoqchi bo'lsa, menimcha 1-2 yil kutishi arziydi, bekorga ketmaydi. Ya'ni shu 1-2 yilda ham el-yurt umidi shunchaki suhbatdan iborat emas-da. Ya'ni u yoqda masalan men moliyani keling o'sha topshirishdan oldin 5-10% biladigan bo'lsam, topshirishda bilmadim, 30-40%, 50% gacha bildim desam bo'ladi. Ya'ni o'rganib chiqdim va bu men o'ylayman, ya'ni bekorga vaqt sarflash emas, yangidan bilim o'rganish, ya'ni maqsadini oliy qilish va O'zbekistonga, ya'ni vataniga qanaqadir ma'noda foyda keltirish, hissa qo'shish uchun berilgan va ajratilgan vaqt deb o'ylayman. Shu uchun bu vaqtdan unumli foydalanib, maqsadni o'sha oliy qilib, men o'ylayman, topshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, maqsadga eltadigan yo'l bo'lsa, topshirish to'g'ri fikr. Mana ko'rasizlar, ko'p kanalimizni agar kuzatadiganlar bo'lsa, masalan, prepda ham ko'p aytaman, vaqtimizga arziydimi? Albatta arziydi. Nimaga? Sababi magistratura o'qimoqchi bo'lgan o'quvchiga eng kamida $50,000, bo'lmasam $100,000 davlat sarf xarajat qiladi. Va eng qizig'ini aytaman, o'sha o'quvchilar u pulni qo'llarga ushlab ham ko'rmaganda, u beradigan imkoniyatlarni. U даже kelajak 5 yilda ham ushlab ko'rishlari qiyin. $100,000 pulni qo'lda ushlab ko'rish qiyin. Endi men nima deydi, shunaqa pul bilan ozgina gaplashaman-da, chunki odamda shunaqa psixologiya bor, pul bilan gaplashingiz esda qoladi ko'proq. Odamning shunaqa hayolati bor. Oddiy misol, bakalavrga hozir mana siz makvarda 3 yil o'qisangiz, mayli 3 yil o'qing, eng kam $100,000 asot qilasiz. Bo'lmadi deganda-da. Endi tasavvur qiling, 2 yil vaqtingiz ketdi el-yurt umidini yutish. 2 yilingiz $100,000, $150,000, $200,000 ga arziydimi? Men o'ylayman, arziydi, juda arziydi. Chunki birinchidan men bekorga Avstraliyani tanlamadim. Avstraliya Sidney, ya'ni joylashuv jihatdan ham bu ma'lumot uchun Sidney bu dunyodagi eng qimmat shaharlardan. Ya'ni yashash bo'yicha ham, u yerda kompaniyalar boshqa jihatdan ham o'sha moliyaviy markaz. Ya'ni u yoqda faqatgina men oldinga, ya'ni o'qishdan oldin location, ya'ni joylashuvi, menga beriladigan imkoniyatlar. To'g'ri, bilim oldim. Buni qayerdadir ishlatish kerak, qayerdadir tajriba orttirish kerak. Men shu sababli ham aynan Sidneyni tanlagandim. Va u yerdagi o'sha kompaniyalar deysizmi, imkoniyatlar bemalol arziydi o'sha ajratilgan pulga va bu el-yurt umidini yutish ham bu shunchaki imkoniyat emas-da, bu orqasida katta mas'uliyat turibdi. Shu uchun nima deydi, o'sha maksimum harakat qilish uchun joylashuv muhim deb o'ylayman, o'sha sohalar bo'yicha. To'g'ri. Xo'p, mayli. Dilafruz, qarang,
essay yozdingiz. Essayingizni ozgina gapirib bera olasizmi? Qanaqa yozdingiz essayingizni? O'zi umuman nimaga bu essayingiz yaxshi chiqdi? Nima deb o'ylaysiz? O'zingizdan fikr, shaxsiy fikr va bir ikkita maslahatlar ham berib o'ting shu essay yozayotganlarga. Xo'p, essayim o'zi 700 so'z atrofida bo'lgan va u yerda asosan shu backgrounddan boshlaganman. Ya'ni el yurtimiga topshirishim sababi, undan tashqari loyihalarim, qo'shgan qism soham bo'yicha qiziqishlarim aytib o'tganman va undan tashqari eng katta qismini loyiham olgan deb aytsam bo'ladi, chunki aynan loyiham katta qismini olganim uchun ham suhbatda unchalik loyihamdan ko'p savol berishmagan. Ya'ni qanchalik shu essayingizda bitta mavzuni yoritib bersangiz, shunchalik suhbat davomida u bo'yicha kamroq savol berishadi deb o'ylayman. Va o'ylaymanki shu yaxshi yoritib berganim uchun ham loyihamni undan kamroq savol berishgan va asosan shu soha savollari va o'zim qiziqishim bo'yicha bo'lgan. Shuning uchun tavsiya berardimki, essayga juda ham katta e'tibor berish kerak, chunki bu birinchi bosqichda o'tgan bo'lsangiz ham bu suhbatda juda ham katta rol o'ynaydi va hal qiluvchi faktor bo'lishi ham mumkin. To'g'ri. Demak, juda katta e'tibor berish kerak. Xo'p, yana bir ma'lumot aytib o'taman. Demak, El-Yurt Mediada so'zni yozayotganda to'g'ridan-to'g'ri platformaga yozamiz essayni. Uni qanaqadir qo'lda daftarda yoki bir PDF qilib yuklanmaydi, platformani o'ziga yoziladi to'g'ridan-to'g'ri va u yerda maksimum so'z limiti bor, ya'ni 1000 ta. Ko'pchilik o'ylaydi 1000 ta yozishim kerakmi? Ko'pchilik aytadi 600 ta so'z qilaymi? Ko'pchilik aytadi 700 ta qilaymi? Mana bittasi 973 ta so'z yozyapti. Bittasi 70 ta yozyapti. 700 ta yozyapti. 500 ta, 500 ta yozib ham yutgan bor. 970 ta yozib yutgan ham bor. 999 ta yozib yutqizgan ham bor. 8 ta yozib yutqizgan ham bor. Demak, bu yerda uni so'z emas, ichidagi ma'nosi. Demak-da, son emas, sifati rol o'ynayapti deydimi? Xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Endi keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsak, birinchi bosqich menimcha haqida tushundik. Birinchi bosqich juda easy bosqich. Qabul xatingiz bo'lsa, IELTSlaringiz minimum уровеньda bo'lsa, mana yana bitta ma'lumot aytib o'tib ketdik. Nizomda bakalavrga topshirish uchun IELTS eng kamida 6 deb qo'ygan. Bu nima desam bo'ladi? Nimaga 6? Bu как minimum, chunki 6 bilan bu joydan qabul xatosi bo'ladi. Misol UKdan ham, boshqasidan ham shartli, shartsiz farqi yo'q. 6 IELTSingiz bormi? Kamida gap ketyapti, topshiraverasiz. SAT-chi majburiymi? Yo'q. SAT bu optional, ya'ni tanlov. Bo'lsa yaxshi, bo'lmasa minusi yo'q, lekin yomon emas. Umuman mana 1300 dan yuqori sizda SAT bor. Bu degani siz birinchi bosqichdan o'tasiz. Ikkinchi bosqichdan avtomatik tarzda topshirmasdan 100 ball bilan 3-bosqichga o'tib qolasiz. Va ushbu nomzodlarimiz ham shunaqa bo'lgan. Sizlarda ham SAT bor, SAT bor. Ya'ni testdan bularga xos tajriba yo'q. Men testdan savol bermoqchi edim. Test qanaqa bo'lgandi? Lekin testdan tajriba yo'q. Shuning uchun ozgina o'zim gapirib o'taman. Testda 20 ta 40 ta savol bo'ladi общий va beriladigan vaqt 60 daqiqa. 60 daqiqa ichida siz 40 ta savolga javob berishingiz kerak va har bitta deyarli savol 1,5 daqiqadan vaqt oladi degani. Bakalavrlarga tahliliy fikrlash va IQ test bo'ladi 20 tadan. Magistratura va doktorantura uchun esa ilmiy maqola metodologiyasi va tahliliy fikrlashdan 20 ta savol tushadi. Endi magistraturaga qisman osonroq, ozgina bakalavrga qaraganda. Nimaga? Men ozgina sirni ochib o'taman. Bu ham o'zimizning tajribamizdan. Sababi bakalavrga topshiruvchilar soni magistraturaga topshiruvchilar sonidan 2-3 barobar yuqori bo'lganligi sababidan konkurensiyani oldini olish maqsadida va sal sonni kamaytirish maqsadida ham ko'pincha bakalavrga testlar qiyinroq beriladi va bitta narsani yana fakt etib o'taman, 50 yoki 60% nomzodlar aynan shu IQ test va tahliliy fikrlashdan yiqiladi. Bu degani testga jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak agar sizda SAT 1300 dan yuqori bo'lmasa. Test o'zi qiyin. Haqiqatan qiyin. IQ test shakllar, matnlar, sonlar, har xil shunga o'xshash geometrik harflardan IQ test ishlab ko'rgan menimcha hamma. Xuddi shunaqa IQ testlar va tahliliy fikrlash testlari bo'lib o'tadi. Endi demak bular testga kirmadinglar. Demak, sizlar bilan o'sha testni o'tkazib olamiz. 100 ball olgansizlar testdan hisoblaymiz. 100 dan 100, chunki 1300 bor. Yaxshi. Endi ozgina mana shu joyda anaqadan gapirib o'taylik. Suhbatga o'tishdan avval prep haqida gaplashib o'taylik. Menga bir qiziq joylari kelib qoldi hozir. Men o'zi ozgina statistikamiz bilan bo'lishib o'taman. Ishonasizlarmi, bu yil prepdan umumiy hisobda 2025-yilning ikkita tanlovini hisoblaydigan bo'lsak, 71 nafar inson prepdan El-Yurt Medi g'olibi bo'ldi. Ikkita tanlov hisobiga ko'ra va bitta tanlov hisobiga ko'ra 2025-yil ikkinchi tanlovida 37 nafar
prepchi Elyor tumida g'olibi bo'ldi va bu umumiy g'olibchilar foizini 60% tashkil etadi. Bu juda yuqori deb o'ylayman men. Salkam prepchi bo'lib qolibdi hamma yutganlar ham. Deyarli agar okruglay chiqsangiz 100 ga prepchilar yaqinlashib qolyapti. Mayli, bu juda ham yaxshi, chunki avvallari 2023-22-yillarda 5-6 o'quvchimiz yetar edi va u hech qanaqa foiz deyarli tashkil qilmasdi, 1%, 2%. Ammo hozir mana ko'rib turibmiz, juda ham katta, ya'ni kengayapti prep va ishonch olayotganidan xursandman. Endi mayli, birinchi keling, Dilafruz, sizga yuzlanaylik. Qatdan ko'rib qoldingiz o'zi bu prepni? Kim tavsiya qildi? Nima qanaqa qilib kelib qoldingiz o'zi bu yerga? Shaxtazini gapiring. Hop, o'zi prep haqida bilmasdim, hech qayerda eshitmagandim, lekin shu Grand Go kanalida ko'rib turardim. Juda ham ko'p yangiliklar chiqardi, reklamalar chiqardi, universitetlar magistratura, bakalavrga tavsiyalar berishardi topshirishga va aynan o'shanda prep haqida reklama ko'rib qoldim. Bitta qiz reklamasini ko'rib qoldim va o'shanda Elyor tumida fondi degan so'zni eshitganimdan keyin men значит imkoniyat bor ekan deb bildim. Ya'ni aynan prepda tayyorlanib Elyor tumida fondining stipendianti bo'lish mumkinligini tushundim va aynan o'sha videodan keyin men shu prepga qiziqib prepga murojaat qildim va bu menga juda ham katta yordam berdi deb o'ylayman. Menimcha sizga yordam bergan bo'lish kerak, Chem Amirbek. To'g'ri, Amirbek ham yordam bermagan demayman, unda sizga ko'proq yordam bergan menimcha, chunki yo'q tajriba. Shunda mana tasavvur qiling, ana multfilm ko'rganmiz, Kalgunchik. Men tug'ildim deydi-ku, xuddi shunaqa bo'lganda. Men tug'ildim Elyor tumida, lekin hech nima bilmaydilar. Va to'g'ridan-to'g'ri mana prepga kelib qolib, bu mana prepni produkti desak ham bo'ladi. Qabul xatlarini ham o'zimiz olganmiz, xudo xohlasa vizalarni ham qilamiz, Elyor tumidani ham yutdik. Endi Amirbek, sizga keladigan bo'lsak, siz o'zingizda yaxshigina baza yig'ilib qolgan. Adashmasam 24-yil tanlov, 25-yil birinchi tanlov, mana 25-yil ikkinchi tanloviga esimda, men hali prepga a'zo bo'lmagan paytingizda aloqaga chiqqandingiz. Ya'ni savollar so'rab, nimaga unaqa bo'lyapti? Siz o'sha paytda chip tegayaptimi, Amirbek? O'sha paytda topshirishga motivatsiyangiz yo'q edi, to'g'risini ayting. Italiya qilmoqchi edingiz. Tan olish joyini men boya qo'shmadim. Menda bor, full ride bor Sapiensda. Sapiensda full ride bor edi, chunki bu bo'lsa yaxshi, bo'lmasa shu Sapiensga kvestda qolamiz degan fikr. Lekin 24-yildan beri kuzatib borardim prepni. 24dan beri. Chunki ma'lumotlar qayerdan olaman? Ma'lumotlar bor edi, boshqancha bor edi. Shunchaki endi o'zim birinchidan o'zim ishonmagan narsaga qanaqa topshirib, ya'ni kursni olardim. Ya'ni birinchi o'zim topshirib ko'rish qanaqa proses ekan. Ya'ni ko'rdim, ya'ni sizlardan rezultatlar, ya'ni natijalar bo'lardi, resurslar juda ko'p edi. Tayyorlanib, oxiri o'sha aniq nima deydi, o'z oldimga EIFdan boshqa variant yo'q. Ya'ni Elyor tumida yutish kerak bo'lsa yo'q. Shu xayol kelgandan keyin kurs olishga qaror qilganman. Ya'ni Westminster Foundationdan chiqib yanada o'sha nima deydi, imkoniyatni oshirish uchun o'sha prep kursini oldim. Kuzatib borardim. 24-yildan beri kuzatib, o'ziga savollar yozib, boshqa narsa. O'sha foundation o'qib tugatgandan keyin o'sha prepni adashmasam sentyabr yoki avgust oxirlarida qo'shilgandim. Shunaqa avgust oxirlarida qo'shilgandim. O'z bilan ham gaplashgandik, o'sha davlatlarni boshqa narsa, qabul xatini ham Avstriyada menda umuman tajriba yo'q. Tajriba bo'lishi mumkin Amerikadan, UKdan yo boshqa davlatlardan. Lekin Avstriyadan o'sha qabul xati bilan ham shu eng zo'r bo'lgan narsa bu baribir o'sha prepda muhit. Boshqa do'stlar orttirish, muhit, moklar. Bu haqida yana gapirsa juda gaplar ko'p. Suhbat davomida aytib ketamiz. Avvalgi statistikalarga o'zlanadigan bo'lsak, 24-yilgi tanlovda ham juda yulduzli tanlov bo'lib o'tgan desam bo'ladi. Prep qilgan tanlov 2024 bu. Sababi 22-23-yilda g'oliblarimiz soni kam, hech kim eslamasdi, borligini ham bilmasdi. 6 nafar, 7 nafar g'olib yutardi. U o'xshab qolgan ham bo'lishi mumkin edi ko'pchilikning nazarida. Ammo umuman olib aytadigan bo'lsak, 24-yilda ishonasizmi, 92 ta o'quvchimizdan 57 nafar, 57 nafar g'olib bo'ldi va prepni salyut singari uchirib yubordi. Ya'ni wow, hammaga tanishiga sababchi bo'ldi. Juda ko'p odam yutdi Elyor tumidan o'sha paytda prep orqali va shu narsa bizga juda ko'pdan tarix etadi, shon-shuhrat olib keldi. Xuddi shunaqa shon-shuhrat olib kelgan. O'sha paytdagi g'oliblarni primерно 35% ga to'g'ri kelardi shu paytda prepchilar. Va 2025-yilning birinchi tanlovi bizga sal og'ir keldi, lekin men to'g'risini aytishim kerak, Amirbek. Mana shuni ekran oldida aytaman dedim o'zi kakras. Nimaga og'ir keldi? Sababi bilasizmi, 2025-yil mayda rahbariyat o'zgardi. Hammanglar o'zingizlar kuzatdinglar, bildinglar. Rahbariyat o'zgargandan keyin ichkaridagi muhit o'zgardi. Beriladigan savollar o'zgardi. Tanlovning umuman o'zi yo'nalishlari o'zgardi. Nizom o'sha deyarli mayli, o'sha struktura, lekin baribir saralanish boshqacha bo'ldi-da. Bizda tajriba yo'q.
Hech qanaqa tajriba yo'q. Bizda ham даже hammaga o'xshab yengimiz biz hamda. O'shaning uchun haqiqatan qiynaldik va 97 nafar o'quvchi tayyorladik. 2025-yilning birinchi tanloviga va ulardan bor yo'q 34 nafari Elyor tumani g'olibi bo'ldi. Bu past natija. Haqiqatan 3 ta har 3 ta o'quvchimizdan bittasi yutdi degani bu. Yo'q, umuman olganda yaxshi, lekin biz uchun yomon. Biz uchun yomon. Nega? Chunki tajribasizlik qildik, ko'p narsani o'zimiz o'rgandik va shu sababdan shunaqa bo'lib qoldi. Va mana ikkinchi tanlov keldi, o'sha 62 nafar o'quvchidan 37 nafari misol Elyor tumanini g'olibi deb topildi. Bu men uchun juda ham zo'r natija. Mana endi tajriba bildik va ko'p ishonasizmi? 25-yilning birinchi tanlovida o'zim ham ko'p xato qildim. Даже o'quvchilar tayyorlayotganda bir ikki xatolarga yo'l qo'yganimni sezdim. Suhbatga tayyorlaymiz o'zi asosan. O'shanda bildim. Xato qilyapmiz o'zimizdan ham cho'ta dedim va o'sha xatolarni tushundik. Last Gift degan kanalimizda bor edi sizlarga. O'sha yerdan o'zim 2-3 marta eshitib chiqdimda. Qayerda nima xato, mashta xato qildik, mana bu narsada xato qildik deb turib, 2025-yilgi ikkinchi tanlovda harakat qildikki, shu narsani yaxshilashga. Va o'ylaymanki, bu narsa o'zini oqladi. Chunki men jonli misol bera olaman. Ya'ni 24-yildagi tanlov bilan 2025-yil birinchi tanlovda juda katta farq bo'ldi. Juda katta. Mana 2024-yilda asosan shu iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha matematika misollari berilgan bo'lsa, asosan shu bilimga to'g'ri, 2025 birinchi tanlovda juda o'zgardi. Ya'ni ma'naviyatdan bo'ldi, yo'da tarixdan ham soha savollari juda kutilmagan savollar ham bo'ldi. Ya'ni qanaqadir qolip yo'q. 2025 birinchi tanlovda qolib degan umuman boshqa, masalan, menda boshqa savol bo'lsa, mendan keyingi nomzodda umuman boshqa savollar. Shu tomondan sal o'zgarish bo'ldi. Moslashdan qiyroq bo'ldi. Mana shu bizga 100% qo'shilaman. Nimaga? Chunki haqiqatan shablon ishlatmadi Elyor tumanida va ozgina bu kurslarga qiyinlashtirib qo'ydi. Chunki 2024-yilda ishonasizmi, bitta o'quvchi gapirib turgan narsani ikkinchi o'quvchi kirib gapirsa ham ishlab ketardi shu texnika. Va shuni hisobiga o'quvchi baland olgan u paytda. Va 2025-yilda esa hammaga har xil deyarli savol berishni boshlash bu bizani qiynab qo'ydi. Va shuning uchun 2025-yilni bilasizmi, ikkinchi tanlovda biz nima qildik? O'quvchini qiynashni boshladik biz. Ya'ni siz hech kimga agar e'tibor bergan bo'lsa, gap o'rgatmadik. Ahamiyat berdilar. Mana Dilafruz qiynaldi. Dilafruz mana ikkita ustozimiz dars olardi, qiynaldi. Ikkita ustozimiz ham Dilafruz qiynalyapti. Dilafruz qiynalyapti deydi, lekin biz gap o'rgatmadik. Naborat maslahat berardik. Mana qilsa bo'ladi deb, lekin gap o'rgatmadik. Bitta narsa sir ochaman, 2024-yilda gap o'rgatardik biz. Va 2025-yilda ham gap o'rgatardik. Ya'ni o'shuncha o'chqizib qo'ydik. Ko'p ketib qoldik shuning uchun. Ya'ni shabollashib ketdi, bir xillashib ketib qoldi speech. Shuning nazarda biz ozgina mag'lubiyatga uchradik desam ham bo'ladi, lekin natija zo'r. Birovlarning ko'zida, o'zimning ko'zimda emas. Men o'zim qoniqmadim, to'g'risini aytaman, juda qoniqmadim va shu sababdan ham menda shunaqa bo'ldi deb o'ylayman. Va 2025-tanlovda biz o'quvchini qiynashni boshladik. O'zingiz toping, o'zingiz izlaning deb turib biz maslahat, yo'l ko'rsatdik faqat. O'ngga yuring, chapga yuring, bu yo'lingiz to'g'ri, bu yo'lingiz noto'g'ri deb turib yo'l o'rgatdik va o'zimiz o'quvchini tashlab qo'ydik. Va shu orqali men o'quvchi o'zi izlanishni boshladi. Aytadi, yordam kelmaganini bilsa, o'quvchi baribir oxir o'zi qiynaladi deydi. O'zi shunaqa holatga bo'lganligi uchun o'quvchilarning sifati yaxshi bo'ldi. Mayli, endi intervyu bosqichiga o'taylik. Eng qizg'in bosqichga, mana hamma o'sha bo'ladigan ishlar shu suhbatda bo'ladi. Xo'p, Dilafruz, o'zi nima deb o'ylaysiz? Intervyu bo'ladi, mana Elyor tumanida. Intervyudan maqsad nima o'zi? Nimaga intervyu bo'ladi o'zi umuman olganda? Intervyudan maqsad o'ylashimcha bu shu o'quvchini potensialini ko'rish deb o'ylayman. Chunki sohani yaxshi biladimi yoki loyihani yaxshi tuzadimi, lekin baribir ham oxirida baribir ham potensialni yoki ichida nimadir ko'rish kerak bo'ladi. Hammasi shunga taqaladi deb o'ylayman. Va shu intervyuda shu savollardan shuni ko'rib chiqib, oxirida xulosa qilishadi. Ya'ni baribir ham oxirida ichida nimadir yoki potensial ko'rish kerak bo'ladi. Yoki bilimni o'zi yetarli emas, ya'ni omadam va o'zini tutishi ham juda ham katta rol o'ynaydi. Juda ham ko'p faktorlar bor deb o'ylayman. Amirbek, sizchi 3 marta suhbat ko'rgan odam sifatida fikr bildiringchi. Aytilgan fikrlar juda to'g'ri va bunga qo'shimcha qilardim. Bolani faqatgina akademik tomonlama emas, dunyoqarashi juda muhim rol o'ynadi. Masalan, menga berilgan savollardan men buni sezdim. Ya'ni ijtimoiy mas'uliyat nima? Ya'ni va hayotdagi oliy maqsading nima degan savollar berildi. Men bildimki, mana bu o'sha dunyoqarashim, ya'ni mindset deydi-ku, mana shu mindsetimni ular faqatgina bilim tomonlama emas, ya'ni o'zi bu qanaqa odam sifatida, o'zini tutishi qanaqa yoki yana ba'zi savollar vatanga sadoqat qanaqa bu kandidatning, shu nomzodni. Chunki to'g'ri, manaqa aytishingiz mumkin, ba'zi bir savollar nima deydi, shablonda. Ya'ni nega aynan bu davlat, nega aynan bu universitet yoki soha bu berilishi ehtimoli katta. Lekin ba'zi boshqa savollar bu o'sha nomzod qanaqa qilib fikrlaydi, fikrlash qanaqa. Ya'ni bu yoqdan yana maqsad nimani sezdim. Bu student chet elga borgandan keyin O'zbekistonning imijini qanaqa qilib ushlaydi, qanaqa qilib ko'tarishga xizmat qiladi. Chunki ba'zi bir savollar beradi,
nima deydik, nomzod stressga tushib qolishi mumkin yoki javob bera olmay qolishi mumkin. Shu tomonlarda shu hay'at a'zolari vaziyatdan qanaqa chiqib ketadi tekshirishadi-da. ha, xuddi shunaqa. Chunki bunaqa holatda ko'p uchrashi mumkin-da, shu aynan chet elda student sifatida bunaqa oddiy hol bo'lib qolishi mumkin. Bunga tayyormi bu o'zi nomzod? Psixologik. Xuddi shunaqa. Chunki intervyu juda boshqacha-da. Ya'ni bu qanaqadir faqatgina o'sha akademik, ya'ni soha savollari ham emas, yo faqatgina dunyoqarash ham emas, yo vatanga har xil tomonlardan o'sha nomzod tekshirib olishadi-da. Okay, juda yaxshi. Men yana bitta qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Ko'pchilik mag'lub bo'ladiganlar el-yurt umidida agar e'tibor bersangiz, SAT'lar juda yuqori, 1500 dan yuqori, IELTS'lari 8, 2024-yilda SAT'si 1560 bo'lib, IELTS 8.5 bo'lib turib mag'lub bo'lganlar bor. Men aytaman ularga, guys, men o'zim mag'lub bo'lishini ham qisman sezardim ichimdan, chunki shuncha yillar buni qo'shaylikmiz-ku. Nimaga? Chunki ularchi qo'pol bo'lsa ham aytaman, botanik bo'lib faqat IELTS yoki faqat SAT'ga tayyorlangan va ularda sohasiga bo'lgan dunyoqarashi yo'q. Sohasiga qanaqa tanlaydi ular? Bilasizmi sohani? Ustozdan, tushunadigan odamdan so'raydi. Qaysi soha zo'r hozir O'zbekistonda? Ustoz aytadi, iqtisodiyot zo'r, sun'iy zo'r. Bo'ldi, sun'iy topshiraman. Bosib IELTS, SAT va sun'iy kurs korona topshirib bo'lib, keyin sohani o'rganishdan boshlaydi. Ayol o'rtamida sal boshqacha narsani so'raydi. Ya'ni sohaga o'zi qanaqa kirib kelgan bu, qiziqib kelgan, background ilmi bormi, bilimi bormi, shunaqa narsani so'raydi. Dunyoqarashi qanaqa, problem solving skilllari, muammo ko'ra bilyaptimi, davlatda muammo borligini, prezidentimizni ketidan track follow qilyaptimi, prezidentimiz davlatga qiziqyaptimi degan joylari muhim. Ularda unaqa narsa yo'q. Botanik faqat o'tirib, kitob o'qib, kitob yechib, misol qilib, faqatgina testlardan baland-ball olishni o'zi bu el-yurt umidida g'olib bo'lish yetarli emas. Mana shu narsani ko'ringlar. Aynan men IELTS, SAT yutqizganlarni bitta anaqasi Monday bola bo'ladi-yu, IELTS 8 bo'ladi-yu, SAT 1500 bo'ladi-yu, men yuta olmaymanmi deb qo'yadi. Yuta olmaysiz. Men sizga yana aytaman, yuta olmaysiz. Shuncha yildan beri ko'ryapmiz sizdagilarni. Yutishingiz uchun sizni fikrlash jarayoni, nutqingiz, ravonligingiz 100% rol o'ynashi kerak edi, Lafruz. Nima deb o'ylaysiz? Xarizma degan tushuncha bor-a bizda. Xarizma o'zi suhbatda qanchalar kerak va o'zi nima u? Xarizma juda ham katta yordam berishi mumkin deb o'ylayman, chunki suhbatda katta hayajon bo'ladi. Ya'ni aynan shu hayajon ostida, shu atmosferada ular sizni o'zingiz tutishingizni, qanaqa vaziyatdan chiqib ketishingizni tekshirishni xohlashadi va agar xarizmali bo'lsangiz va buni ishlata olsangiz, suhbatda aynan shu situatsiyalardan chiqib ketib yoki jurilarga shu javob bilmasangiz ham o'zingizni nuqtai nazaringizdan javob berib situatsiyadan chiqib ketishingiz mumkin va o'ylaymanki, xarizma suhbatda aynan juda ham katta ball qo'shib berishi mumkin. Amirbek, sizningcha xarizma nima? Ikki og'iz so'z bilan. Xarizma menimcha bu hozir totang o'zi nima? Nutq ravonligi? Nutq ravonligi bo'lishi mumkinmi? Yetkazib bera olish. Ya'ni ishontira olish deya olamizmi shuni? Ishontira olish juda mos keladi. Chunki yozma u xarizmada mana bunaqa narsa turli xil tomonlama aytsa bo'ladi. Lekin ishontira olish eng zo'r variant bo'ladi deb o'ylayman. Chunki men o'zi bu narsani sezdim. Ya'ni to'g'ri, hozir yana bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Akademik tomonlama, masalan 1570 SAT'si bor yoki IELTS 8 shunaqa nomzodlarni ham ko'rdim, suhbat qildim. Lekin afsuski o'ta olmadi. Shu tomonlama aytmoqchimanki, SAT bilan ish bitib qolmaydi. Suhbatda o'sha xarizma tomonlama ham agar sizni maqsadi zo'r bo'lsin, tanlagan universitetingiz scholarship zo'r bo'lsin, yetkazib bera olmasangiz, menimcha nima deydi, imkoniyat tushib ketadi. To'g'ri. Chunki shu tomonlama o'sha xarizma rol o'ynaydi. O'ziga torta olish, aytayotgan gapini ishontira olish, maqsadiga aniq o'sha o'zi ishongandan keyin boshqalarni ishontira olish kerak bo'ladi-da. To'g'ri. Shu tomonlama xarizma juda katta rol o'ynaydi. Chunki ba'zi bir nomzodlarni eshitdim, hay'at a'zolari menga qarashmadi yoki uncha e'tibor berishmadi degan fikrlar bo'ladi. Men o'ylayman, shunaqa nomzodlarda menimcha xarizma unchalik yetishmagan bo'ladi. Mana mana shu joyingizga men qo'shilaman, qo'shimcha qilib o'taman. Endi qarang, IELTS SAT'laringiz zo'r, dunyoqarashingiz zo'r, sohangizni bilimingiz zo'r, lekin xarizmangiz yo'q. Ishontira olmayapsiz. Gapirayotganda hayajonlanib, qo'rqib, nima deydi, ichingizdagi fikrlaringizni to'g'ri yetkazib bera olmasangiz, o'tirgan hay'at a'zosi sizni qanday baholasin? Tushunyapsizmi? Mana shunaqa bolalarni ko'raman, sohamiz zo'r bilaman, menimcha ish qilib tashlaganman, SAT'm, IELTS'im zo'r deydi. Bo'pti deb o'tirib shunday mo'k qilaman-ku, o'shanda bo'ldi, o'sha sezaman, yutqizganingiz sababsiz oldin rechingizni to'g'rilang. Mana bularga ham, sizga ham darslarda har doim aytib o'taman, kitob tezlikka o'qish. Omma oldida gapirishni o'rganish bo'lmasam ish bitmaydi. Hamma narsa kerak, hamma narsa kerak. O'z o'rnida tasavvur qiling. Masalan, to'rt pishirmoqchisizda, ichida shakar yo'q lekin hamma narsangiz bor.
Tushunyapsizmi? Aytyapsizmi, mana klubnika bor, un bor, suv bor, mana shu draja bor, hamma narsa bor, lekin shakar yo'q deyapsiz-da. Xuddi shu shakar bu xarizmada. Shakar bo'lmasa, bu narsaning foydasi yo'q, yetkazib bera olmaslik. Ya'ni omma oldida gapira olish bo'lmasa, duduqlanib tursangiz, fikringiz oxirigacha bormasa, ichingizdagi borni ko'rsata olmasangiz, u narsa ham o'sha yana bir juda katta, deylik, bir muammoga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, Dilafruz, ichkaridagi real holatlardan gapirib bera olasizmi? Mana shunaqa savol tushdi va shunaqa javob berdingiz-da, u ichkarida bo'lib o'tgan hodisalardan bir 3-4 og'iz. Hop, ichkarida o'zim tanishtirganimdan keyin mendan shu qaysi universitetda o'qiysan, kontraktmi, grantmi deb so'rashdi. Uni aytdim. Bu asosiy ma'lumotlar bo'ldi. Va undan keyin ular sirazi soha savollarga o'tib ketishdi. Ya'ni siyosiy partiyani so'rashdi, yana gender tengligini so'rashdi va undan tashqari essayimdan ham savol tushdi. Ya'ni essayimda so'z ishlatgan bo'lsam, qaysi so'z ishlatgan bo'lsam, shu so'zning ma'nosini tushuntirib ber deyishdi. Ya'ni Masalan, yashil iqtisodiyot va yashil moliya so'zlarini ishlatgan edim va aynan o'shalarni farqini tushuntirib bergin deyishuvdi. Uni uddaladim va oxirgi soha savol bu shu yalpi ichki mahsulot bo'yicha bo'ldi. Yalpi ichki mahsulotni ko'rsatkichlari, qanaqa hisoblash usullari. Menimcha men soha savollarga yaxshi javob berdim deb o'ylayman va undan keyin shu Avstraliya haqida so'rashdi. Ya'ni nega tanlaganingiz? Avstraliyada nega Avstraliya? U juda ham uzoq materik, ya'ni ota-onaning ruxsat berishadimi deb so'rashdi. Unda endi unaqa shubha yo'q edi, chunki o'zim ota-onam ham chet elda bo'lishgan, oldin chet elda ishlashgan, chet elga o'qishgan va o'zim ham bemalol chet elga yuborishligiga amin edim. Shuning uchun bunga shubhalanmasdan javob berdim va shu bilan qadriyat bo'yicha bir ikkita savol bo'ldi, ya'ni oilaviy qadriyatlarga javob berdim va shu bilan suhbat tugadi. Qarang, ma'naviy savollar bo'ldimi? Adabiyot yoki tarix? Yo'q, menga unaqa tushmadi. Menga oilaviy qadriyatni tushuntirib bering deyishdi, ya'ni qanaqa oilaviy qadriyatlar bor. Misol keltirib bera olasizlarmi deyishdi. Xo'p, tasavvur qiling, Dilafruz, sizga bitta zo'r savol beraman. O'zingizni suhbatdagidek tasavvur qilib ko'ring. Nimaga aynan biz sizni tanlashimiz kerak? El-yurt umidi g'olibi sifatida deb bergan savolga qanaqa javob bergan bo'lardingiz? O'zingizdan hozir kelib chiqib. Xo'p, o'zim hozir kelib chiqib, unaqa asosan shu albatta O'zbekistonga qaytib kelib qo'shmoqchi bo'lgan hissamni aytib berardim. Ya'ni qilmoqchi bo'lgan loyihalarim. Albatta hozir aytayotgan loyiham kelajakda o'zgarishi mumkin. Ya'ni menga yaxshiroq to'g'ri ideyalar keladi. U yerda 3 yil ichida juda ham ko'p narsa o'zgaradi. Ya'ni bu loyiha to'chka degani emas. Juda ham ko'p narsa o'zgaradi. Qo'shmoqchi bo'lgan hissam albatta qaytib kelmoqchi bo'lgandan keyin nafaqat hissa qo'shaman, balki boshqalarga ham bo'linma olib kelmoqchiman va albatta shu eng asosiy maqsadim bu oilam uchun qaytib kelib davlatim uchun xizmat qilish edi. Menimcha bundan tashqari maqsadim yo'q edi. Okey. Xo'p, erishgan yutuqlaringiz ham sizni tanlashlariga sabab bo'lishi mumkinmi? Albatta bu ham bir qismi, lekin asosan bu xohlashim, o'zimga bo'lgan ishonchim deb o'ylayman. Ular shuni tekshirishmoqchi bo'ldi. To'g'ri. Tushunarli. Xo'p, Amalbek, siz nima deysiz? Sizda qanaqa bir real holatlar bo'ldi? Vaqt juda tez o'tib qoldi bu yoqda. Javob berishim bilan boshqa savollar. Xo'sh, har xil savollar bo'ldi menda ham sohaga doir. Meni asosiy maqsadim juda katta rol o'ynadi. Ya'ni o'sha meni maqsadim O'zbekistonga qaytgandan keyin kapital bozorni rivojlantirish o'z oldimga maqsad qilgandim va shu maqsadim ortidan men o'sha chet elda Macquarie'da moliyaviy texnologiyalarni o'rganishni o'z oldimga maqsad qilgandim va shuni poydevor sifatida kapital bozorini rivojlantiraman dedim. Va keyin savollar boshlandi. Hozirgi holat qanaqa kapital bozorda va u yoqda o'zi qanaqa, ya'ni darslar o'tiladi, sen bu maqsadingga erishishing uchun qanaqa modullar bor degan savollar bo'ldi. Va eng qiziqarli holatlardan aytib bersam, Davron aka borlar bilsangiz, ya'ni direktor o'rinbosari to'g'rimda turgandilar. Aytdilarki, siz menimcha bundan oldingi tanlovga qatnashgansiz dedi. Men ha, shunaqa dedim. Adashmasam siz bundan oldingi tanlovda Buyuk Britaniya bilan kirgansiz dedilar. Shunaqa dedim, shunaqa. Nimaga hozir Avstraliya dedilar. Nimaga aynan Macquarie dedilar. Xo'sh, men aytdim, menda hozir Bristoldan ham qabul xati bor. Bilamiz, dunyoda 51-o'rinda turadi. Yaxshi universitet, lekin dedim, ba'zi bir sabablari bor tanlamasligimga dedim. Birinchidan bu o'sha meni soham bo'yicha, ya'ni moliya sohasi bo'yicha dunyoda unaqa Bristol universiteti top 150 talikda turadi. Ya'ni moliya sohasi bo'yicha men overallga unchalik qaramayman. Men u yoqda moliya sohasini o'qiyman. Overall menga uncha qiziq bo'lmagan. Lekin Macquarie top 100 talikda turadi dedim. Ya'ni ranking bo'yicha. Okey, endi ranking bo'ldi, ya'ni sifatli ta'lim ekan, yaxshi dedilar. Ikkinchisiga aytdim men. Joylashuvi dedim. Ya'ni
Bristol bu Buyuk Britaniyaning endi Bristol shahrida joylashgan dedim. Ya'ni bu moliyaviy markaz emas Buyuk Britaniya. Men bormoqchi bo'lsam Londonga boraman dedim. Meni soha moliyami London Buyuk Britaniyani moliya markazimi u yoqda o'qigani menga yaxshi foyda yoki ko'proq narsa olaman dedim. Hozir men Macquarie ketsam, bu Avstraliyaning Sidney shahrida joylashgan. Sidney bilamizki bu Avstraliyaning moliyaviy markazi edi. Ya'ni keyin bundan tashqari juda qiziq voqea bo'ldi. Keyin Macquariening joylashuvini ham aytdim. Yana spesifik ketdim. Ya'ni biz bilamiz Kremniy vodiysi bor. Amerikada. Avstraliyaning Kremniy vodiysi bu Macquarie Park. Ya'ni u yoqda katta Microsoft, Google, boshqa kompaniyalar bor. Mani universitetim mana shu Macquarie Parkda joylashgan edi. Ya'ni men faqatgina o'qish bilan cheklanib qolmayman. O'qishni bilan birgalikda internship, ya'ni amaliyot orqali men uni real hayotda tajriba orqali yanada mustahkamlashim mumkin degan savollarni berdim va bundan tashqari shu 3 yillik ta'lim olgan grantimni berdim va bundan menda juda ko'p qiziq voqealar bo'ldi. Qiziq savollar. Keyin bu savol tugagandan keyin yana bir boshqa hayot a'zosi aytdilarki, jadid haqida nimani bilasiz dedi. Keyin savolga javob berdim. Demak, sizga ma'naviyat, ma'rifat, tarix, adabiyot savollari berildi. Deyarli hamma sohadan, hammasidan berdi. Adabiyotdan, ma'naviyat, soha savollari, dunyo qarashga doir savollar. Jadid haqida savol berdilar, javob berdim. Keyin bu tomondan o'zingizni jadid deb hisoblaysizmi dedilar. Shunaqa savol berdilar. Endi men u paytda sal tezroq javob berdim deb o'ylayman. Ha, albatta dedim. Albatta dedim. Keyin sal kulganday qilishdilar. Keyin siz necha yoshsiz dedilar menga. Men 8 yoshman dedim. Siz nimaga siz o'zingizni jadid deb hisoblayman deyapsiz dedi. Nima ish qilgansiz yoki qanaqa qilib foyda keltirasiz? Keyin men tushuntirib berdim. Ya'ni jadidlarni ham o'sha maqsadi ommani, o'sha xalqni ilmiy tomonlama, ya'ni ilmini yanada rivojlantirish maqsad bo'lgan dedim. Men ham dedim, chet elga o'qib kelgandan keyin faqatgina ishlash bilan cheklanib qolmayman dedim. O'sha moliyaviy savodxonlikni oshirishga ham o'z hissamni qo'shmoqchi shu tarafdan men o'zimni jadid deb hisoblayman dedim. Ya'ni bo'lajak jadid. Ya'ni endi bu yoqda aytdim shu bo'lajak jadid, yosh jadid deb hisoblayman dedim. Shunaqa savol berdilar. Men Buxorolik bo'lganim uchun Buxorodan ham savol berishdi. Shunaqa, ya'ni Buxoroda qaysi joyni aytdilar. Men u yerda bo'lganman dedim, lekin hozir aniq eslolmayman dedim. Ammo dedim, men Mirarab madrasasini bilaman dedim. Ya'ni Mirarab madrasasi Mana bu xarizma. Xuddi shunaqa. Ya'ni endi hozir yo'q desam, men minusmi ishlashini bildim. Ya'ni baribir qanaqadir kesdan chiqib ketish kerak edi u joydan. Keyin Mirarab madrasasini bilaman dedim. Shu joyda men juda ko'p nima deydi, motivatsiya olaman dedim. Keyin o'sha savolga yana qo'shimcha qildilar. Ya'ni u yoqda tashrif buyurganingizda siz o'zingizda nimani his qilasiz dedilar. Ya'ni nimani his qilasiz? Borsiz Mirarab madrasasiga nimani his qilasiz? Men aytdim, bilamiz Mirarab madrasasi 500 yildan ortiq tarixga ega. Ko'plab bilimli olimlarni chiqargan dedim. Va ham u yerga borgandan keyin shunchaki to'xtab qolish emas, yanada ilmimni oshirib, mana shu 500 yildan beri berilayotgan ilmga davomchi sifatida o'zimni ko'raman dedim. Ya'ni shu buxorolik avloddan shu Buxoriy singari shu chet elda eng zo'r bilimlarni olib, vatanim rivojiga o'z hissamni qo'shishimni oldingi maqsad qilganman deb shu unaqadan ham chiqib ketganman. Juda yaxshi. Bilasizmi, o'zi mana ko'pchilik nomzodlar aytadi, tarix adabiyot o'qishim kerak emas, ma'naviyat ma'rifatdan savol bermaydi. Qaysi viloyatdan bo'lsam uni bermas ekan, hammaga ham bermayotgan ekan. Xo'p, hammaga bermaydi. Mana bularga bermagan, sizga bergan. Endi savol, kirayotgan, masalan, men qayerdan bilaman, menga beradi yoki bermaydi. Fol ochmayman u narsani. Ammo unda qonun qanaqa bo'ladi? Demak, hamma narsaga tayyor bo'lib turishimiz kerak. Ma'naviyat, ma'rifat, tarix, adabiyot, o'zingiz viloyatingiz hammasiga soha bo'yicha, mana bularga soha bo'yicha ketgan. Sizga nimaga funksionalni ketgan sizga? Hamma tomondan savol ketganda. Shuning uchun bo'lajak nomzodlarga men tavsiya qilgan bo'lardim. Tayyorlanib kiringlar hamma narsaga, bilib bo'lmaydi ichkarida nima bo'lishini. Endi keyingi savolim, Amirbek, men bu ham sizga qiziq savol. Elurt umidiga faqat wunderkidlar topshiradi deydi. Bunga fikringiz qanaqa, qisqacha qilib aytganda? Shu hozirgacha gaplashib o'tdik, yana SAT, IELTS yuqori ballar juda ko'p ko'rdik bunaqa narsalarni. Yoshi yetkazib berish tomonlama ham. Men o'ylayman, bu wunderkidlar uchun emas, bu intervyu suhbat, chunki masalan mendan IELTS 6 borlar yutdi, SAT 1300 borlar yutdi, masalan akademik tomonlama qaraydigan bo'lsa. Men o'ylayman, bu yoqda asosan shu dunyo qarashi va sohasida bo'lgan shu fundamental bilim, maqsadi, oldiga qo'ygan maqsadi. Chunki men o'ylayman, Elurt umidini ham asosiy maqsadi bu kelajakka O'zbekiston vatanimizga foyda keltiradigan mutaxassislarni chiqarish. Ya'ni masalan men kirganimdan keyin kapital bozorni rivojlantiraman dedim. Qanchalik bu meni, ya'ni qo'ygan maqsadim qanchalik to'g'ri, yoki qanchalik O'zbekistonga kerak bu soha. Ya'ni shu kapital bozor qanchalik muhim bizga. Shu tomonlarni ham o'ylab, men o'ylayman, u yoqda juda ko'p narsa rol o'ynaydi. Masalan, qo'ygan maqsadlarimiz, sohamiz bo'yicha savollar. Men o'ylayman, agar kimdadir hozir IELTS 6 bo'ladigan bo'lsa yoki SAT bo'lmaydigan bo'lsa,
topshirmayman, ular akademiyga qaraydi degan fikr menimcha noto'g'ri. Chunki u yoqda asosan shu dunyoqarash, sohaga doir savollar, maqsadi asosan yuqoriroq ballarni olishga rol o'ynaydi. Xo'p, Dilafruz, nima deb o'ylaysiz? Oddiy o'quvchi, lekin intizomi yaxshi. Ilm ola oladi, harakat qilsa, qo'lidan ko'p narsa keladi degan o'quvchi oddiy, lekin el yurt umididan xabari yo'q. Mana xuddi sizga o'xshagan o'quvchilar el yurt umidini yuta olarkanmi va nima qilishi kerak ekan, o'zingiz ozgina bosib o'tgan yo'lingizdan 2-3 og'iz gap. Albatta urinib ko'rish kerak, chunki arziydi juda ham. O'zim ham el yurt umidi haqida 11-sinfimda eshitganman, lekin umuman umidim ham bo'lmagan. Ya'ni men yoki universitetlarga topshirganman, italiyaga topshirganman, lekin oxiri shu prep topgandan keyin umidim bo'lgan va shu bilimim va umuman bo'lmagan el yurt umidi haqida, lekin shu yangiliklarni o'qib, harakat qilib, shu prezident qilayotgan ishlarni ga qiziqib, soham haqida bilim olganimdan keyin menda ancha ishonch oshgan. O'ylaymanki, bilimi o'rtacha bo'lsa ham, lekin intizomli va harakatchan odam bo'lsa, menimcha xarizma va o'ziga ishonch bilan ishontira olib, menimcha hakamlarni qondira oladi deb o'ylayman. Xo'p, keyingi savol. Hay'at a'zolari suhbat davomida, jarayonida sizni bo'lishadi, eshitishmaydi, ignor qilishadi, hate qilishadi deyshadi. Sizda nima bo'ldi shu joyda ozgina? Birinchi. Menda to'g'rimikan o'zi shu gap? Unchalik to'g'ri emas. Menda yaxshi eshitishdi gapimni, lekin bitta savolga javob berganimda unchalik yaxshi qarashmadi. Ya'ni soha savoliga javob berdim va unchalik yaxshi javob berganimdek ularga tuyulmadi. Lekin men javobim to'g'riligini bilganim, shuning uchun gapirishda davom etdim va o'ylaymanki, agar ular qarashmayotgan yoki e'tibor berishmayotgan bo'lsa, ular juda ham diqqat bilan tinglab turgan bo'ladi. Ya'ni aslida e'tibor juda ham katta bo'ladi. Aslida e'tiborli bo'ladi. Sizni sinashga harakat qilayotgan bo'ladi. Shu yoqda qo'shimcha qilmoqchi edim. Ba'zi bir nomzodlar, masalan, men oxirida kirganman. Birinchi kun oxirida. Ba'zilar o'ylaydi, oxiri kirsa e'tibor berishmaydi yoki gapni bo'lishadi. Shunaqa eshitgandim men ham kirishdan oldin. Ya'ni shunaqa. Lekin men oxiri kirdim, birinchi kun hech kim yo'q edi. Men A xonada, B xonada o'zi o'quvchilar qolmagan. Kirdim, hamma qarab turibdi menga. Endi hammada har xil bo'lishi mumkin, lekin menda hamma qarab turishganda, hamma savol berdi. Hamma savol, bir boshdan savollarni eshitib chiqdim. Oxirigacha eshitishdi, lekin oxirigacha aniq eshitishdi. Men bu narsani qanaqa qilib ishonmayapman, chunki bergan javobimdan savollar berishdi. Masalan, kapital bozorni rivojlantirish uchun blockchain texnologiyasini joriy qilaman dedim. O'zi Avstraliyada bunaqa texnologiya ishlayaptimi deyishdi, yo qanchalik bu real san qilmoqchi bo'lgan narsalar deyishdi va eng ko'p berilgan savol, nega aynan san tanlashimiz kerak? 2-3 marta. Keyin oxirida juda bir qiziq voqea ham bo'ldi. Endi masalan so'rashadim, e'tirozingiz yo'qmi, shunaqa deyishganda yana aytdim men. Mayli sizlarga 3 ta sabab aytsam, meni tanlashlaringiz bo'yicha nimaga meni tanlashlaringiz kerak degan deb aytdim va o'sha u yoqda ham sal boshqacha javob berdim deb o'ylayman. Xo'sh, birinchisi, 3 ta sababdan birinchisi bu vatanga bo'lgan sadoqatim. Ya'ni nega buni aytdim? Chunki meni dadamlar o'sha harbiy bo'lganlar, ya'ni chegarada xizmat qilganlar Surxondaryoda va men shuni aytdimki, biz yoshligimizdan beri vatanga bo'lgan sadoqatni kitoblardan emas, otamizdan haqiqiy hayot tajribalari orqali o'rganganmiz va men o'ylaymanki, o'sha dadam aytgan gaplar, ya'ni men harbiy, ya'ni o'sha harbiy tomonlama davlatga xizmat qilgan bo'lsam, chegarada xizmat qilish orqali, sen bilim olib, biliming orqali shu yurtimizga o'z hissangni qo'shib xizmat qil degan gaplarni men har doim o'zimga qo'ygan maqsadlarimga erishish uchun o'zimga oldinga maqsad qilganman dedim. Ya'ni shu el yurtimni yechish maqsad qilganman, shu uchun dedim. Va ikkinchisi bu boshqalar bilan chiqishib keta olishim, ya'ni communication yoki public speaking nima deydi, skills deydi-ku, shunaqa qobiliyatlarim nimaga aynan bu kerak degan savolni o'zimga berib javob berdim. Ya'ni chet elga to'g'ri o'qiymiz, bilim olish birinchi o'rinda va bundan tashqari dedim, biz chet elda O'zbekistonning imijini o'zimizda olib yuramiz va bundan tashqari foyda keltirishni o'ylashimiz kerak dedimda. Ya'ni investorlar bor yo'qda, katta kompaniyalar bor. Mani soham moliya degani davlatga iqtisodiyot tomonlama foyda keltirish kerak, pul keltirish kerak. Pul keltirish uchun kompaniyalar, investorlar bilan zo'r kelishib chiqish kerak. Mani hozirgi o'sha nima deydi, qobiliyatlarim
bemalol men o'ylayman, ishonaman, o'sha investorlar olib kelishga yoki kompaniyalarni O'zbekistonga jalb qilishga juda katta yordam beradi. Va uchinchisi o'sha birinchi, ikkinchisida zo'r javob bergandan keyin ular ham kulishdi. O'sha uchinchisi kerak emas deganday qilishdi. Uchinchisida shu maqsadim deb qo'ydim, bo'ldi. Tushunishda bo'ldi. Keyin oxirida ham bir qiziq voqea bo'ldi. Bo'ldimi? Savollarni qoniqtirdim, bergan savollar. Bo'ldi, savollarni qoniqtirdi. Men bergan javoblar qoniqtirganimsa bo'ldi deb chiqib ketdim. Bir umuman, masalan, ba'zi o'ylaydi, shu yerda aytib o'tishim kerak, faqat rasmiy bo'ladi. Bo'ldi, savol-javob. Umuman menda bunaqa bo'lmadi. Masalan, kirdim, bemalol shu o'tirib, hayajon deyarli bo'lmadi. Savol berishda shu hayotiy savollar, oddiy beriladigan savollar, fikrlab biz javob bersangiz yetadi. Bemalol o'tirib javob bersa bo'ladi. Unchalik rasmiy, qiyin degan narsa har doim ham to'g'ri emas. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, bo'lmasam, shu yerda sekin suhbatimizni yakun yasasak bo'ladi, lekin men shundan avval bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Dilafruz, mana hozir o'zingizdagi, ichingizdagi va sizni tomosha qilib turgan, nima deydi, hozirgi tomoshabinlarga nima maslahatlar bergan bo'ladi? Ichingizda nima gaplar bo'lsa, o'sha kameraga qarab bitta aytib o'ting shu maslahatlaringizni. Qani, mana Elurtimidiga topshirdik, mana boshingizdan ancha ko'p narsalar o'tdi, qiyinchiliklar bo'ldi. Hammasidan nima murojaatlaringiz bor oxirida? Nomzodlarga nima degan bo'lardi? Shuni aytib o'tib keting. Meni maslahatim har doim oxirgacha urinib ko'rish. Ya'ni ozgina kichkina ishonch bo'lsa ham, buni kichkina imkoniyat bo'lsa ham, buni ham uddalab ko'rish kerak deb o'ylayman. Chunki menda o'zi suhbatda o'xshamagandi, plus 8 balam menga nereal ko'ringandi juda ham. Lekin apellyatsiyadan o'tganim menga juda ham katta o'zgarish bo'ldi va o'ylaymanki, kichkina imkoniyat bo'lsa ham buni uddalab harakat qilib ko'rish kerak deyman. Malats, rahmat. Amirbek, sizga yo'qdi. Asosan shu o'zimni eksperiyensimdan, ya'ni tajribamdan kelib chiqqan holda aytayotgan gaplarga juda qo'shilaman, ya'ni taslim bo'lmasligi kerak. Masalan, mendan birinchisi yo'qshamadi, ikkinchisi yo'qshamadi, uchinchisi yo'qshadi. Bunda faqatgina omaddan tashqari bir hikmati bo'ladi-da. Chunki birinchi tanlovda ham men tanlagan soham o'zimga yoqmaydigan, ya'ni shunchaki tanlovga topshirish uchun topshirgandim. Ikkinchisida universitetim muammo bo'lgandi. Va shu ikkita tanlovda ham yutmaganimdan o'zim xursand bo'lganman va shu uchinchi tanlovda topshirdim. Va g'olib bo'lganimga asosiy sabablardan top 3 ta maslahat deydigan bo'lsam, birinchisi bu maqsadni juda chuqur o'rganish kerak. Chunki suhbatdagi asosan so'raladigan savol ham bu O'zbekistonga qaytgandan keyin qanaqa davlatimizga foyda keltirmoqchisan degan savol asosan o'rtaga tashlanadi. Va shu maqsadlaringizni chuqur o'rgansalaringiz, bu ham juda katta yordam beradi. Va ikkinchisi bu dunyoqarashni kengaytirish kerak deb o'ylayman. Ya'ni faqatgina akademik tomonlama emas, kitob o'qib tursalaringiz bo'ladi yoki boshqa bir o'sha ijtimoiy tarmoqlarda foydali kontentlar ko'rish orqali dunyoqarashlaringizni yanada rivojlantirsalaringiz, bu o'sha oddiy hayotiy savollarga ham bemalol javob bera olasizlar. Va uchinchisi bu, mana shu yuqoridagi ikkita maslahatga to'laqonli amal qilish uchun public speaking qobiliyatini rivojlantirish kerak. Chunki sizda maqsadlaringiz juda zo'r bo'lishi mumkin yoki dunyoqarash juda keng bo'lishi mumkin, lekin bu narsalarni effectively juda maromda yetkazish uchun sizda qobiliyat, ya'ni gapirish qobiliyati juda yuqori darajada bo'lishi kerak. Tutilish yoki shunaqa tomonlar bo'ladigan bo'lsa, bu masalan oddiy kishiga aytsangiz ham bu narsa sal g'alati tuyuladi. Shu uchun men shu top 3 ta maslahatni men o'zimdan olgan tajribalarimdan kelib chiqib sizlarga bergan bo'lardim. Xudo xohlasa hammaga yutish nasib qilsin. Bu yoqda duoni o'rni ham rol o'ynaydi, chunki shu 3 ta tanlovda ham men o'zim guvoh bo'ldim. Faqatgina bo'ldim, men tayyorlanyapman, yutaman degan narsa ham bu xato, chunki birinchidan shu nasib. Xudo xohlasa nasib qilsa albatta yutasizlar va ota-onani, yaqinlarning duosi ham ishni juda oson qiladi. Masalan, menda ham bo'lgan umuman imkonsiz narsa imkonli bo'lib ketgan. Bu aniq o'sha tajribadan kelib chiqqan holda aytaman. Xudo xohlasa yaxshi tayyorlanib, o'sha duoni olib, faqat oldinga harakat qilsangiz, Xudo xohlasa barchaga stipendiyat bo'lish nasib qilsin. Rahmat. Amirbek avvalambor juda zo'r speech bo'ldi. Dilafruz sizga ham juda katta rahmat. Yo'q demasdan avvalambor kelganingiz ham juda katta rahmat, chunki bu hali ijtimoiy tarmoqlarda ancha yil saqlanib qoladi va kerak bo'lsa ertaga oradan 10 yillab o'tgan siz farzandlaringiz kuzatadi bu narsani va otasi, onasi deylik misol qanaqa yutuqlarga erishganini ko'rishi uni juda ham bir zavq bag'ishlaydi. Ya'ni bir faxr bo'ladi ularga ham. Endi oxirida aytmoqchimanki, Elurtimida tanlov bu unaqa qiyin tanlov emas. Mana shuncha yildan beri, 4 yildan beri o'qish tayyorlar ekanmiz. Yutish imkonli ekanini bildik. Ya'ni yo'q joydan ham imkonli. Mana misol sizda tajriba bo'pti, hop, mana ekran aytishi mumkin. Hop, tomoshabinlar bunda bo'lganda o'zi tajriba 3 marta topshirgandagi tajriba bo'lgan. Bularchi
Uni yo'q joydan как попало shunday aytganda lunchga o'xshab tug'ilib qolib, el yurtimida g'olibiga aylanyaptilar. Bu avvalambor nasib, to'g'ri aytyapsiz. Duo, nasib, Xudo yozmagan bo'lsa foydasi yo'q. Mana shu narsaga xursandman juda ham avvalambor. Keyingi sonlarimizni kuzatib boring. Mana bugun deylik biznes management va iqtisodiyot fanlari bilan gaplashgan bo'lsak, g'oliblari bilan endi keyingi sonimizda biz sun'iy intellekt, IT da va yana biznes bo'yicha yutganlarimiz bilan gaplashamiz. Aynan siz sun'iy intellektga topshirayotgan bo'lsangiz, IT ga topshirayotgan bo'lsangiz, aynan muddao bo'lishi mumkin. Shuning uchun keyingisini ham albatta kuzating. Rahmat, charchamang, sog' bo'ling. Rahmat.